Assalomu alaykum akram barobar like bosamiz, padisha qilamiz. Netta GT ko'rdingizmi? 4 ta Netta GT shu o'yinga 31 ta mashina, 3 ta kvartira narx beramiz. 1000 so'm. Hozir 2 ta Netta GT oldik. Qarang, 2 ta Netta GT, yana obzori hammasi chiqadi. 4 ta Netta GT bo'ladi. Netta GT, Sportcar, Netta GT, 300 ta вообще bomba. Abishat qildim sizga. 2 ta Netta GT bo'ladi shu o'yinga. Shu uchun aka-ukalar shu 2 ta Netta GT olib keldik. O'yinga qo'yamiz. Olib videolarni hammasi chiqadi. Xo'sh. Yana like-ni uring. Like ko'p bo'lsa, padisha ko'p bo'lsa, yana 2 ta Netta GT qo'shamiz. O'tgan o'yinimizga O'zbekistondan Netta GTni shogirdlardan yutdik-ku. Bir opamiz Boysundan olib borib topshirdik. Hamma padisha qildi, hamma xohish qildiki, yana shunaqa bo'lsa, 2 ta qo'ydik. 3 ta kvartira, 31 ta mashina, 1 ta mashina like padishka uchun, yana 2 ta shunaqa mashina bo'ladi. Vashi bomba mashina. Hamma biladi. Qarang. Qo'yishga. Ko'rdingizmi? Avtomatik hammasi ishlaydi. Sedan lift policy вообще full deydi bu mashinalar. Qarang, busini ham qarang. Zo'r mashina. Ko'rdingizmi? İçini ko'ring. Vashi bomba. Hali polni obzor chiqadi, keyin ko'rasiz. Hamma biladi. Nissan bor, Nissan Patrol, mashinalar ko'p, aka-ukalar, avtomobil ko'p. Ko'rdingizmi? 300 tani ko'rdingiz. Oshxonalarga biladi. Like-tani bosinglar. Ko'rdingizmi mashinani? Qor yog'yapti. Hamma sovuq. Xudo xolasa kim O'zbekistondan bizni tomosha qiladi, xudo xolasa 1-2 kundan keyin O'zbekistonga o'tib kelamiz. Ko'ringizlar, qor. Hammasi qor qani. Yaxshi. Like-ni bosinglar, like-ni shu qor borsa shunaqa o'raymiz. Buni o'raymiz.